Toshlaytinglar, klapin deyiladimi? Namaste. Mayli, negativ yozsanglar ham xursandman. Qalam bilan shunday Bana. Ana bu tomon o'zi profil berilgan zavodga mana. Aka deydi, buxtdan farqi bormi ekan? Ko'kragiga qo'ydiryapti ekan ular. Otang sari, enang sari, sen nima qop-qora deydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 18 ming olam podshoh Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salomlar, salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum birodarlar. Hormaylar, charchamasdan yuribsizlarmi aziz do'stlar? Sizlar Otabek million kanalini kuzatmoqdasizlar. Sizlar bilan men Otabek Saimov. Aziz do'stlar, xudo xolasa biz elparvar otash olov loyihasiga yetib keldik. Lekin quyosh juda ham kuchli, ko'zlar ochilmayapti chunki kariz ko'zlar deydi-ku. Kelasizlar. Assalomu alaykum. What's up? Alaykum assalom. How are you deydi-ku. How are you? Hava yo'qmi? Namaste. Namaste. Astagfirullah. Mol bozordan kelyapman. Malades, qani? Molmi? Kelyapti mollar yo'lda. Ha, shunday. Boshini yortdilar. Mashina ortiga kelyapti. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim, mehribonlarim, jigarlarim, hormaylar ishlar bilan, bayramlar bilan hammalaringiz sog' salomat ishlar yuribsizlarmi? Ey yashaylar, borlaringga shukr, birlaringga ming bersin ilohim. Charchamaylar, kelinglar. Qanday bo'libdi darvozalar? Darvoza zo'r bo'libdi mana. Kechgacha tugatdik-da buni kecha. Sim bor ekan. Ha, hozir buni kesib taylaymiz hozir. Assalomu alaykum, domlajon. Assalomu alaykum. Sog'lik, yaxshimi? Siz operator bo'ldingiz. O'ylaysiz. Mana bunaqa narsalar ko'taraverman men. Bo'ldi, tamom bo'ldi. Otani bilmayman lekin nima. Nima deydi? Bekam operator deyman. Operator bo'libdi. Ha, operator. Ham blog Hammasi. Chilovoz. Chila, bilasizmi? Shu. Asalari. Ha, asalari. Chilo. Ha, chilovoz. Charchamayapsizlarmi? Zo'rmanmi? Bosinglar. Ne charchang, darvozalar qanday bo'libdi? Mashalloh. Ko'rsaymasin. Juda zo'r bo'libdi. Glazasi ham bor ekan, qarang. Glazok, mulazok. Hammasi. Ko'chadan qarasangiz yurtdoshlar bir oh deydigan joyi bu. Mana yurtdoshlar chapdi deylar, mana chap emas bu. Ha, ana shuni ayting, kakras eslatdingizlar. Yurtdoshlarim, unday qilmanglar, oxirigacha tugataylik, mana boshlaylik degan payt aytinglar, iltimos sizlardan. Baraka topkurlar. Chappa deb bo'lmaydi bu, chappa arqasi, mana chappa. Bunday ko'rsating, ana tuk bo'da. Kabul olish kerak-da. Kabel bor ekan. Kabel bo'da mana orqa. Bu nima kabel o'zi bu? Tuk kitobdi, teppa. Ketaversin-da, lekin mana uni. Mana orqa bilan ildaydi farqi bo'da, o'ylaysizlar, qadding ketay qadrdonlar. Oldi bilan orqani farqi boringlar-da. Boringlar, o'ylaysizlarga. Boy akvachiga telefon qilak-ku. Aka deydi, akvan deydi, kimnikidir, nech pulgadir qo'yib beribsiz deydi. Bizankini ham kelishtirib bunday qiling, bunday aka buni xarajati bor, tuda desa, keyin baribir kelishtirib bering, bunday siz nima ish qilasiz deydi. Aka deydi, mol sotaman deydi. Nima deydi, qo'y bilan deydi, mol bir xil yem yeydi deydi. Ikki xil chichat deydi, qo'pol bo'lsa ham. Nima ikki xil axlat chiqaradi deydi. Bilmasam buni qayerdan bilaman desa, aka deydi, buxtdan farqi bormi ekansiz, nima qilasiz, akva aralashib. Deydi-ku. O odamlar ham shuni yozayotganlar-ki, ichib yozadi-da. Bizani ichdi deydi. Ha, sizdami? Ya'ni aytadi-da. Ular o'zi ichib bizaga yozadi. Ishingni chap o'ngini farqi borishki, darvoza, menga o'xshab darvozasi yo'qmi deyman-da ularni. Ha, molni nimasini farqi bormagan. Bormaganlarga shunda. Ya endi ular balkim noto'g'ri tushungandi. Ularda balkim bu tomoni yuzaga qo'yilib gulga sarashi mumkin, lekin yoping-da. Gul Qolganda. Ulug' oddoshimni yoz tortmang. Tortmang. Yopmang. bunday narsa yurtdoshlar, misol uchun mana bu tomonni qo'ygan taqdiringizda ham bu tomon ochiq-ku, misol mana. Ochiq. Agar bu yerga gul yasayman desangiz, nito bo'lib qoladi. Uning uchun profil berish kerak, boshqa berish kerak, chiroyli bo'lish uchun. Lekin mana bu tomon o'zi profil berilgan zavodga, mana chiroyli ko'rinib turadi. Ichiga gul solinish uchun biz profilni ko'chaga qo'yganmiz. Agarda
gul qo'ymoqchi bo'lmaganimizda edi, biz mana shu holatini ko'chaga chiroyli qilib shpakilovka qilib tekislab qo'ygan bo'lar edik. Lekin biz gul qo'yishligimiz uchun ko'chaga bu tomonni qaratganmiz. Mana bu profillarni. Mana gullarni ko'ryapsizlar. Buni hali kraska qilsak, вообще chotki bo'ladi. Kraska qilsak, mana glazoklar ham yopilib ketadi. Ko'chadan kelib taqillatsangiz hech kim ko'rmaydigan bo'ladi. Mana, zavodskoydan ko'rsatadimi? Ha, mana. Haylano, yashilni ham ko'rsat. Yashilni ham ko'rsating. Ana keyin hammasini profili. Qaysi kalla bilan, qaysi ong bilan yozdingiz, birodar? Bu profil ko'chada bo'ladi. Shunday. Shunga hayronman. Men ham hayronman. Endi mana eshik bo'ladi deb o'ylaganda bu. Mana bunday, yashaydi. Mana, ana shunda eshik bo'ladi deb o'ylagan. Lekin biz boshqacha qildik. Do'stlar, o'laysizlarga uzrda, lekin unday qilmanglar, hamma. Xafa qilmanglar. Oxirigacha ko'ringlar, bitta narsani keyin aytinglar. Birovni xafa qilmang bu dunyoga. Shunday. Iloji bo'lsa hamma yordam qilib xursandchilikka aloqa qiling. Xursand qilib yuring. Mana videoni ko'rsam, Keling. Patologni ham ko'rsating. nima mashinaga deydi, Mers rul qo'yib olgansiz deydi. Ana. Ha bu o'zi Mers'sa, men gelik deb o'ylabman deydi. Men aslaka video o'ylabdi-da. Kelinglar yurtdoshlar, yangilik ko'rmoqchimisizlar? Landi katta o'yin boshlandi. Patologga qarang. Bismillah. Ana. Mashaalloh, ko'z tegmasin. Hali bu bitgani emas, birodarlar. Mana shu yerlarda biz Gideydim, men bu yerlarda o'tiraydik-da, o'rtosh. Dollar bor. Mana shu yerlarda o'tiraydik, endi tug'ilgan kunga kelaydik, kichkinagina qo'limiz tegadigan patalarni uyida. To'g'rimi? Mana shu joylarda, shu yer islaydi. Men nafasim qilsang, uxlab qolaydim-ki. Yo'q. Men kichkina uyga nafasim qisib chiqachida tashqarida yuraychi. Siz zaharlayman degan. Yo'q, nafasim qisada kichkina uyda. Past bo'lsa, ana bu uyda zo'r bo'ladi. Bu uyda chiqqanda yangilik yo'qmi? Bu uyga yo'q, tepaga faqat ataka. Bu uyni ko'rsatganmiz. Mehmonlar kelgan, charsabizda. Mashaalloh, Yordamchilar hasharga. Ukalarim keldilar. Akalaringiz keldi. Ko'z tegmas. Nasib, ikkita uyda patolog. Kelib tursin-da shunday. Kelamiz dedi, endi bundan baqirdi. Shunday osh bo'lsa, yangi yaxshimisiz? Jo'rani olib qo'y, jo'rani. Sochni qara. Jo'ra lekin dollar bu silay tortgan, bilasizmi? Tortmasin bizga. Silay tortmasinmi? Yo'q. Yo'q. Ya ranging oq-ku. Ikkita uchta de. Qara deydi-ki. Otang sari, enang sari, sen nima qop-qora deydi-ki. Ya ayanga tortgansan-da oq. Bular rangi, bug'doy rang-ku. Buni oti jo'ra qizil deydi. Jo'ra qizil. Ha. Gay emasmi-du? Ha, shunday. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lik, yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Aka zo'rmisiz? Sog'lik. Oldin tog'a ketdilar qo'jaga. Zo'rmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum. Aka zo'rmisiz? Yaxshimi bu? Yaqam hashar kelganlar. Odoshjon zo'rmisiz? Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Maska qanday? Yaxshilik. Ana. Mashalloh. Zo'r. Odosh o'zingizdan ne? Mana bo'ladi, mana ishlayapti. Charchamayapsizlarmi? Gilam ham kelibdi-ku. O'stirishgada, abi. Mayofga chiqamiz deb gilam olib qo'ydimda-mi? O'tirishgan. Ha, Qo'ng'irtoqqa chiqamiz dedik-ki. O'tirishga deb eshitdim. Ha? O'tirishga deb eshitibman. Ha. Ya, o'tirishga emas. Tikkatini o'ynaladi. Mashalloh. Chiroyli tekislayman. Aydan. Bexdan qo'yibdi. Hozir bo'ladi-da bug'da olasan. Xolos ikkovi ham bugun Ikkovi ham bo'ldi. qasd qilsin. Patolog opshi. Mana. Opshi katta. Opshi katta. Ikkita uy bo'lgan pas. Qas ikkita uy bo'ldi. Ko'rdim, ha, ko'rsatdim. السلام عليكم. السلام عليكم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام Assalomu alaykum. Bormang yanga. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi?
Yaxshi, rahmat. Ishlaringiz zo'rmi? O'tgan bayramlar bilan. Rahmat. Assalomu alaykum. Hammalaringizga alangali salom. Hammalaringiz yaxshi yuribsizlarmi? Charchamasdan ishlab yuribsizlarmi? Uylarimiz ham eson-omon bitibdi. Hammalaringizga rahmat. Qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun baraka topinglar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, rizqlaringiz butun bo'lsin. Omon boshlaringiz toshdan bo'lsin. Hech qachon ham ko'rmanglar. Hammalaringiz xursandchilik bo'lsin. To'ylar qilinglar, uylar quringlar. Nima niyat qilsanglar, niyatlaringizga, orzularingiz amalga yetsin. Uzoq yurtda yurgan hamma o'zbek xalqiga ham katta rahmat deyman. Shu bizani ko'rib borishyapti. Bizani podдержка qilayotganlarga, hammaga, ihson qiluvchilarga ham kattadan rahmat. Hammalar umri uzoq bo'lsin. Hech qachon kam bo'lishmasin. Bizga bir berishgansa o'zlariga ming bersin Allohim. Hammalaringizga minnatdorman. Yaxshi yomon gapirganlardan ham rahmat, xursandman. Mayli, negativ yozsanglar ham xursandman, maqtab yozsanglar ham xursandman. Hammalaringizga rahmat. Alloh o'zi panohida bo'linglar. Hammalaringiz to'ylar qilib, uylar qurib, umralarga borib, hajlarga borib, hammalar nima niyatlaringizga yetinglar. Bizlar uchun hissalaringiz qo'shganlaringiz uchun katta rahmat deyman. Hamisha sog' omon bo'lib yuringlar. Hammalar balalaringiz baxtga, ona-otalar baxtiga, yurtimiz uchun tinch yursanglar bo'ldi. Hech qachon kasal bo'lmanglar, g'am ko'rmanglar. Rahmat sizlarga. Bo'ldi. Yerga to'g'ri olmasa, bo'ldi, savdani kesib qo'yib. O'zbeklarning sattor chiqishini ashat qo'ydan birinchi. Ha, ana shuni ko'rdi. Nima, kesib qadamay bo'lmi? Qalam bilan shuni bana. Bo'ldi, ketadi hammasi. Uni ham shu. Birdan ketib, sizga Yo'q. Mana o'shadan kesib beraversan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Charchamay ishlayapsizlarmi? Hammalaringizga katta rahmat. Sog' omon bo'linglar. Bizga taylagan bo'lsanglar, birini mingini bersin sizlarga. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Rahmat sizlarga. Yashanglar. Mana gapiring, nima? Yurtdosh sizni taniydi hamma. Sizni ko'rgan, nima ya? Hamma loyihalar bor. Mayli, gapiramiz, nima gapirish. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Ihson tashlagan hamma barcha insonlarga, tashlamagan insonlarga Alloh rozi bo'lsin. Birlaringga ming bersin. Hammalari sog' salomat O'zbekiston ona yurtimizga qaytib kelish nasib o'zi aylasin hammalaringizga. Allohim rozi bo'linglar sizlar ham tashlagan ihsonlaringizga. Rahmat sizlarga. $1000 bor gapirasizmi? Men gapiraman. Charchamaysiz. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Ha, nima kerak endi? Qanday tayya? Kaltirash unda. Hasharga kelganman. Kesildimmi deyman. Kesilganman. Oberem ha, tamam. Ana başka burada da.